Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur choyxonasiniki aziz ko'ruvchilar. Bugungi Uyg'ur choyxona suhbatlarininki da 75 sonliq programmasi huzuringlarda. Bugun biz bu sonda Uyg'ur choyxonasiniki Nahmadan suhbatxonasida diasporadagi Uyg'ur ma'rifi nazar deb yangi bir sahifani ta'sis qildik. Diasporada milliy kimlikni saqlash, tilimizni avlodlarga yetkazish va kelgusimizni qo'g'dash uchun eng muhim qo'rg'on ma'rifdir. Biz chet ellarda garchi nurg'un qiyinchiliklarga duch kelayotgan bo'lsakmi, imkoniyatning yetishicha o'zimizning ma'rif o'rinlarini qurib chiqib, millat uchun xizmat qilayotganlarmi ko'plab maydonga kelmoqda. Bu maktablarda farzandlarimiz faqat ona tili va madaniyatni o'rganib qolmay, balki zamonaviy bilimlarni o'rganib, xalqaro raqobatga moslashgan yo'llar ochib berilyotdi. Bu suhbatniki bugungi tunji soniga İstanbul'da Hira Terbiyelash Mektebi'ni kurup Uygur yaşlarını texniklik bilimler bilan terbiyelab kelayotgan Hira Fan Texnika Mektebi'niki quruvchisi hurmatli Luqmanjon muallim va kompyuter o'qituvchisi Nijat muallimni taklif qildim. Hira Texnik Mektebi'ni qurilganiga bu yilda 10 yil bo'ldi. Bu 10 yillik qiyinchilik, tirishchanlik va shonliq natijalarga to'lgan bir musobaqa. Biz bugungi bu suhbatimizda Hira'ning qurilishidan tortib Hira'ningki hozir bo'lgan ahvollarini ham kelgusi planlarini asosida buni bir qancha qismga bo'lib suhbat o'rlashtirdik. Bugungi birinchi sonli suhbatimiz Hira'ningki qurilishi, ikki muallimniki qurilish haqida ikki muallim tushuntirdi. Assalomu alaykum, hurmatli Luqmanjon muallim, Nijat muallim, qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasiga naq maydonda qatnashib berganligingiz uchun chin rahmat aytaman. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Rahmat. Endi bugungi bu saytimizga yangi bir son ta'sis qilib, shu sonda yana diaspora Uyg'ur ma'rifimizga nazar nimasiga tunji qatim sonni sizlardan boshladik, chunki uzunning yog'i Facebook sahifasini taqib qilyapman. Sizlarniki bu Hira tarbiyalash markazini izchil ona tildan boshlangan bu ma'rif nimasi hozir kundan kunga kengayib, bugungi kunga kelganda hamda zamonaviy fan texnik sohasidan yani sun'iy aql qadar yana tarbiyalash olib beryapsa, bu sizlarniki bu xizmatinglar millat uchun olib berayotgan bir cho'ng bir xizmat. Buning uchun chin ko'ngildan rahmat aytaman. Sizlar ekranga bir tunji qatim chiqishinglar Uyg'ur choyxonasiga. Shuning uchun avval o'zinglarni bir qisqacha bir tunishtirib o'tgan bo'lgan bo'lsanglar, xo'sh, Luqmanjon muallim sizdan boshlaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Dunyoning har qaysi joylaridagi hurmatli vatandoshlarimiz, assalomu alaykum Abdurimjon aka. Bu program orqali qarindoshlarimiz bilan, vatandoshlarimiz bilan ham suhbatda bo'lish fursatini yaratib berganligingiz uchun rahmat. Qarindoshlarimiz bilan ekran yuzi orqali ko'rishganligimiz uchun mamnunmiz. Rahmat sizga. Rahmat. Bir o'z o'zingizni bir qadroq hepsi tunishtirib bersangiz o'qishni qadaramaysiz deganda. Men Luqmanjon muallim bo'laman. Ya'ni 2015-yildan beri bugungacha bo'lgan oraliqda Hira maktabini ochib, shu Uyg'ur qarindoshlarimizniki ma'rif sohasida xizmat qilyapmiz. Bu oraliqda mayli balla ma'rif bo'lsin, asli ma'rif jihatlarda qo'limizdan kelishicha xizmatlarda bo'lib kelyapmiz. Nimalar bo'lsin, Uyg'ur qarindoshlarimiz mushu 10 yil jarayonida Hiraning bo'sog'isidan atlagan har bir qarindoshlarimiz o'zga tushunib ozdir ko'pdir manfaatlarini ilib qaytishyapti. Undan boshqa tor orqali davom qilayotgan sinflarimizda Turkiyaning sirtidagi qarindoshlarimizga ma'rif xizmatlarini ilib beryapmiz. Bu jihatdagi xizmatlarimizni bundan keyin texnik yaxshi bo'lishini umid qilamiz. Rahmat. Qo'shni Nijat muallim, sizga o'zingiz bir qisqa tunishtirib bersangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar, hammaning mush vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim Nijat Umidvor. O'quvchilar doim meni Nijat muallim degandikin, men o'zim Nijat muallim deb tanishtiray. Meningki yurtim Aqsu, kataligi
chiqqandan buyon maktabdan Luqman muallim bilan birga shu oqartish xizmatini birga qilib kelyapmiz. Asosli vazifam shu kompyuter sohasida tarbiyalash bo'lib keldi. Vatanda shu atalmish Şinjan Üniversitesi'miz endi kompyuter injenerlikte o'qigan. Shu o'rganganlarimni xalqimga yetkazish bilan shug'ullanib kelyapman. Rahmat. Unda biz bilan savollar qismini yozlikda Luqmanjon muallim o'zingiz mening anglishimda sizlar bir diniy soat o'qigan deb angladim hamda. Diniy ma'rif tarbiyasida o'qigan deb. O'zingiz shu İstanbulda 2015-yil Hira maktabini quribsiz. Biz dastlabda maktabni qurishni bilgan chizamman diqqat qilayotgan. Mesela bolalarga ona tili o'rgatish, undan boshqa har xil tillarni o'rgatish nimasini yo'l qo'ydinglar. Tabiiy u nurg'unlig'a yangi kasblar qo'shildi. Endi siz nima uchun masalan Qur'on kursi yoki boshqa bir nimalarni qurmay shu fanniy maktab asos qilgan masalan til tarbiyalash boshqa kasb bilan bunday maktabni qurishga niyat qilib bu maktabni qurib topib qoldingiz. Bu haqida bir avval bir tushuncha bersangiz. Rahmat. Rahmat sizga. Normalda meningki o'qish ishlarim va yoki hozirgacha bo'lgan oraliqdagi o'qish tarixim hammasi bizning oila kelib chiqishi bilan zich munosabatlik. Shunda bo'lgan vaqtida bizning oilamiz, jamiyatimiz mening dadamning tog'alaridan boshlab hammasi shu diniy sohalarda xizmat qilgan, diniy ma'rif xizmatlari uchun hayotini bag'ishlagan shundoq bir oila ekandik. Shunda bo'lgan vaqtida mening diniy bilimlarni o'rganishim mening oila oq ko'rinishim bilan zich munosabatlik. Shunda bo'lgandan keyin normalda men maktabda o'qish jarayonlarida bir tarafdan davlatning hukumatning maktablarida o'qib, yana bir tarafdan kechda uyga qaytib kelib, shunday bir jafoliq va oiladagi ching tutilgan bir o'qitish nimasi bo'yicha bir vaqtida shu ikki xil ma'rifni tang shundoq ilib mengishga nisbatan ikki xil ma'rifdan bahramand bo'lib bir oilada cho'ng bo'ldim. Shunda bo'lgandan keyin hattoki mening diniy bilim o'rganishlarim bular hammasi mening oilamdan kelib chiqqan bo'ldi. Normalda men maktabga borardim, maktabdan kelib bilan nihoyat aldirash topshiriqlarimni ishlab, undan keyin shuning nima deymiz endi maktabda xitoycha bir narsalarni yodlab, tekstlarni o'rganib, topshiriqlarni ishlagan bo'lsak, undan beka bo'lib, undan keyin Qur'onni yodlashga boshlaydim-da, endi bu ikki xil bir ma'rif sistemasi bo'yicha deganda. Shunda qilib men 10 yosh vaqtlarim bo'lsa kerak, maktabda o'qigach bir tarafdan qilib Qur'oni Karimni uyda yodlab tugatgan bo'ldim. 12 yosh vaqtimda tugatdim. 12 yosh vaqtida Qur'onni yodlab bo'ldingiz. Tugansiz sizlarsa? Bu jihatdan nima qildim? Chunki bu mening bek bir aqlliqdan yoki tirishchanlikdan beklab oiladagi shu muhitni yoritib berilganlik sababidan bo'ldi. Yana bir tarafdan shu normal majburiy ma'rif bo'yicha davom qilgan maktab davom qilgan bo'lsaqmi, yana bir tarafdan diniy ma'rif bo'yicha tarbiyalandik. Chunki men diniy ma'rif uchun tarbiyalanishga men boshqa bir yerlarga murojaat qilishimning hojati yo'q. Mening oilam mening qanchalik darajada diniy bilim olsam, menga yetarlik darajada bir sharoiti bor bo'lgan bir oila bo'lg'achqa, bu jihatda jiq bir nima bo'ldi? Men bilishimcha shu 7 yosh, 8 yosh vaqtlarimda Rabi G'ozning Qissasi Lambiya degan kitoblarini 3 qatim o'qiyotganim yodimda. Ondan boshqa Shinxo kitobxonasi degan kitobxonlarga berib, mana shu boshlang'ich o'rta maktab vaqtlarimizdan boshlab kitob materiallarni bek qizg'inlik bilan ko'ratdim, bek tirishchanlik bilan o'rganganimda mohiyatda. Undan keyin biz shu ko'p xil ma'rif tuzilmasini ko'rgandan keyin va shuningki mohiyatini tushungandan keyin hozirgi ahvolotlar, ziyolilar
onundan başqa diniy olimlarning so'rovlariga men bek ko'p berib shu yerlardagi ziyolilarimiz bo'lsin, masalan Abduqodir Jaloliddin deymiz, Yalqur Ro'z degandek shu ustozlarning suhbatlari bo'lsin, diniy olim ahli ilmlarning suhbatlari bo'lsin. Bu yilqi nihoyatda ko'plagan bir shunday go'zal bir o'ltirishlarga muyassar bo'la olgan. Shu orqali nihoyatda odamninki tushunchasi, ustozlarninki shundoq ham suhbati orqali mashid ekan. Bir tarafdan hadis tafsir bilimlarini o'rganish bilan, bir tarafdan shundoq o'qish bilan oxirgi hisobda biz ko'p xil shakldagi bir ozgina bo'lsinmi seviyaga ega bo'lishga qarab qoldik. Undan keyingi vaqtlarda vatanning sharoiti intayin bek zich va ig'ir bo'lg'achqa bizning toki vatandan ayrilganga qadar bo'lganlikda nihoyatda maxfiy holatdagi diniy o'qitish tuzilmalarining hammani yashagan va ko'rgan bo'ldik. Va davlatning maktablaridagi darslardan bo'lsin va yoki boshqa bo'lsin ish qilib Allohning rahmati bilan men nihoyatda bir ko'rishib olishga noil bo'la olsak shundan xushallik topadigan ustozlar bilan ham suhbat bo'la oldim. Allohga shukri va shundoq ustozlardan bevosita o'rganishga muyassar bo'ldik ba'zi bilimlarni. Bu bizga nihoyatda bek foydasi bo'ldi. Undan keyin ki vaqtlarimizda boshqa akademik shakldagi bilimlar olsun, mayli shu diniy nuqtadagi masalalar olsun, hammasida bu ko'p nima deymiz chayqalib nihoyatda shu jamiyatdagi bilimlardan muyassar bo'lgan bo'ldik. Undan keyin mayli o'rganganlarimiz jiq bo'lsin yoki oz bo'lsin bu chet elga chiqishga Allohninki bunga nisb qilishi bilan chet elga chiqqan bo'ldik. Andan keyin diniy bilimlarni yaxshi ilgirlab o'qib, shu islom bilimlari bo'yicha bir yetishib chiqish maqsadida arab davlatlarining biriga berishni niyat qilgan bo'ldik. Dastlabki Dubayda, keyingi vaqtlarimiz Yamanda degandek bo'ldi. Bu yerga borgan vaqtida mening his qilgan narsam shu bo'ldiki, nurg'un universitetlar vatanda qolibdi ekandik aslida. Nurg'un bilimlarni vatanda ko'rib bo'ldik ekanmiz. Endi biz chet el desa Aysharga chiqqandek ba'zi bir nihoyatda cho'ng bilib ketgan bir ishlarga kelgan chog'da ba'zida hayron qoldik. Hargiz bundoq deyish chet eldagi ustozlarni tuvan ko'rish va yoki chet eldagi ma'rifni yaratmaganlik emas. Bu jihatlardan aytgan vaqtida biz nurg'un narsalarni orqamizda qoldirib qo'yib chiqqanligini kichik bo'lsin his qilgan bo'ldik. Asosimiz yaxshi bo'lganligi uchun arab dunyosidagi bu o'quv ishlariga nisbatan bu ma'rifni nihoyatda tezlam qabul qila oladigan bu holatda bizningki unga nisbatan yaxshi bir ijobiy taraflarimiz bo'ldi. Ammo nima degan bilan bu arab dunyosidagi shu arab bahoriningki shamollarga urilib kelib qolganligimiz uchun shu ichki urush bizning oxirgi manzilimizga yetib berishga nisbatan sharoit yor bermay oxirgi hisobda Turkiyaga qaytib kelishga majbur bo'lib qoldik. Shuning bilan Turkiyaga kelgandan keyin men yana bir universitetga kirib o'qishni davom qilib islom dini bo'yicha oxiri o'qimoqchi bo'ldim, ammo o'ylab baksam bek jiq takror qilib ketdi ekanman bir ishlarni. Men bir universitetni yaratmoqdek adam emas, ammo lekin qilib bo'lgan, o'rganib bo'lgan narsalarni takror shaklda qilish orqali men vaqtimning yana o'tib ketishdi. Shu vaqtdagi sharoitim bo'yicha xohlamadim endi. Shuning bilan oxirgi hisobda zodi nima ish qilish kerak degan masalada andan keyin men bir yilga yaqin atrofimda bir ahvol kuzatdim. Turkiyaga kelib tunji bo'lib meni ziyorat qildim. O'quv o'qitish va ma'rif organlar bo'ldi Uyg'urlarning ichidagi. Va o'sha ustozlar bilan ko'rishgan bo'ldik. Ba'zi ishlar shunda yaxshi ekan sharoit nuqtasidan aytgan chog'da. Ammo lekin vatandagi bizning orzu qilgan ba'zi armonlarimizning ba'zilarining amaliyotda emasligini his qilgan bo'ldik. Shuning bilan bu jihatda men ba'zi ustozlarga shu ko'p qirliq o'quv o'qitish va ma'rif sohasi bo'yicha bir tarbiyalash nimalarini bergan bo'ldim. Bu vaqtdagi havo rayidan hamda
hesapda şu diniy o'qitishdan boshqa o'qitishdan asosan Istanbulninki sharoiti ko'tarmaydiganligini, bu ishlarga nisbatan texnikalik bilimlar va yoki boshqa narsalarni vatandami o'qisa o'qiy oladiganligini, bu yerga kelgan qarindoshlarimizning ko'pinchisining diniy bilim uchun kelganligini deganga o'xshash nihoyatda mushundoq bir saviya shaklda bu taklif fikrlar qabul qilinmay qoldi. Andan keyin qarasam arab tili o'qitish nimasi endi nol, endi udullam degan chog'da boshqa hech qanday nimasi yo'q endi. Arab tili o'qitish seviyesi ve arab tilininki shu nimasi biz vatanda 10 yildan oldin tashlab qo'yganlarni bu yerda normal ishlar qilib davom qilganligini ko'rdik va ba'zi ishlarninki baklam qaloqligini his qildik. Bu jihatlardagi ishlarda biroz yaxshilanishmi bo'ldi, lekin bu yetersizliklar bor. Undan keyin buningga kelgan vaqtida mushu bir o'qitish tuzilmasini barpo qilishimizning zarur ekanligini his qilganmi bo'ldim. Andan keyin mushu asli diniy sohadan chiqqan bir kishi bo'lishimiz bilan mushu sohani xizmatini yaxshi bir davom qilishni o'ylashgan bo'lsakmi, lekin bu sohalarda xizmat qilayotgan ustozlarimiz, qarindoshlarimiz ko'p bo'lgandan keyin tashlanib qolgan ba'zi bir yoki qilinmay qolgan sohalarninki rivojlanishi uchun buni boshlab qolgan bo'ldik asosiy sababimiz uchun. Shu yo'llarda menish jarayonida bu nishon g'oyalarimizga yetish orzusi bilan menayotgan vaqtida Nijat muallim bilan tanishdik. Nijat muallimmi shu chet elga shu bola o'qitaman debla chiqqandeklam qarinishimiz ekanda. Chiqib 10 kundan keyin boshlab ketgan bola bu xizmatlarda vatandan chiqib. Shuning bilan udul o'xshash bo'lgan orzu, o'xshash bo'lgan g'oya, o'xshash fikrlarimiz bilan xuddi yo'qotgan bir narsamizni topgandek har ikkilamizniki o'xshash fikrlarimiz bir yerdan chiqqan bo'ldi. Shuning bilan men Hira degan mushu nomda qurilgan mushu o'qitish o'rinni boshlab shu bir haftadan keyin Nijat muallim sepimizga qo'shilgan bo'ldi Hiraninki. Shuning bilan toki bugungacha davom qilyapmiz. 10 yil oldida Nijat muallim bilan tanishgandik. 10 yil oldidagi mushu kunda Nijat muallim bilan arzu armonlarimizni deyishayotgan. 10 yildan keyin bu ekranda sizlar bilan yuz ko'rishib turibmiz. Haqiqatan hayajonlandim, rahmat. Rahmat ana ikkalamiz 10 yillik o'rtaq iroda, o'rtaq nishon, o'rtaq g'oyada birlashib mana ayrılmay menirsen şu bu bir yenilik. Allah ortalarındaki dostlukka o'xshash iroda, nishonda menatqaning ko'z tegmasiga buni xush yo'lda faxrlandim. Chunki o'rtaq boshlig'anlarning pirovatimizda yarim yo'lga kelgan ma'lumot qilishmay bilinib ketayotganda ahvolni ko'rib sizchilar 10 yillik masofani kam besib bu manganlar haqiqatan bir faxrlangulik bir ish bo'libdi. Hamda ikki soniki adamay bir yoki o'rtaq bir nishonda hozir 10 yil bo'yicha qadam besib maktab taraqqiyot qilsa ana bu yerda doim Facebook ko'rib qolmam shu Hira meni taqriban chiqarsa shu Hira deb nishqa bo'liqcha Uyg'ur bunda gapim yo'q Hira deb ism qo'ymaydi boshqa ism qo'ymaydi ma'nisi nima deganda gaplarni chiqib qolgan bo'ldi-da. Ana bu Hira deb ismni qo'yishingizga maqsad nima? Men de so'radim siz Nijatga qaysini bersan bo'laveradi. Nijat siz biz anlamoqlaysiz siz bilan. Siz bir so'z ana. Meme beşida ma'lumdan sordum bu irade bu Erbistandaki bir tağ kelgini bir önkür bunda aytganda. Kelgini bilme ama nima uchun bu adam bu ismni tanlaganligini so'raganda shu ma'lumning degini hamda bu Hira teg'idiki bu voqelik hamda shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tutilgan bo'lib shu ilmning tunji boshlangan nuqtasi deb tushundirdi. Bunlar haqiqatan mo'l ma'noliq bir ism bo'libdi deb hem qisqa hem ma'nosi bek cho'nqur bir ism bo'lganligi uchun men intayin yaxshi ko'rgandim. Rahmat. Shu hisobda jiq bir ismlarni o'ylashgan bo'ldik. O vaqtida bizningki o'qituvchilar qo'shunimizga Nijat muallim qo'shilmagan o vaqtida. Biz yana boshqa o'qituvchi ustozlar bilan birlikda boshlagan bu ishni.
Shu vaqtida da "Ballar qanday qilmaymiz, bir ism qo'yaylik bu ishqa" bundan deb deyishgandan keyin hamma gapni deb baqdik, jiqqa nima qildik. Shuning bilan ism qo'yishda qiynaldik haqiqatan. Anandan keyin bu yerda nima qilgan vaqtida shu boyam degandek bu Hiro g'ori Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga esga tushgan bir o'rinning ismi bo'lganligi uchun Hiro g'orida boshlangan bu ma'rifat bo'lganligi uchun biz buni Hiro deb ism qo'yishni loyiq ko'rdik va men bolalarga dedim, o'qituvchi bolalarga, Hiro desa qanday bo'lar desam, bolalar yaxshi ismkan bu, ma'nosi borkan, o'zi qisqa ekan deb turishiga bir azon chiqdi. Shuning bilan voy muborak bo'lsin, bir azonning chiqishi bilan qo'yilgan bir ism bo'lib ketsin bu deb bolalarni shunday bir tabrikladi, bir namoz vaqti kelib qolibdi ekan. Shuning bilan shu azonning ovozi bilan bir muborak bo'lsin deb bu ismning shunday qo'yildi. Bu ismning qo'yilish ko'rinishi mushu. Toki hozirgacha o'quvchi bolalar so'raydi davomli endi. Shu nima uchun degandek shaklda. Asosan ko'rinishi mushu. Rahmat aka, Amir ma'nilik bir ism qo'yibsizlar. Men dastlabda bu maktabni qurganda qancha o'qituvchi bilan nima qildinglar? Qancha o'quvchi bo'ldi? Dastlabki maktab boshlagan vaqtinglardagi eng dastlab ochgan kursinglar qaysi kurs? Dastlabda boshlagan vaqtida mushu men atrofimdagi bir ikki qarindoshlarimga bu maslahatni bergan bo'ldim bu ishlarni. Biz mushunda bir qadamni bossak qanday bo'lar desam, shuning bilan qo'lladi qarindoshlarimiz, mening do'stlarim, atrofimdagi kishilar. Shuning bilan buningga nisbatan yaxshi bir maslahatlarni qildik. Bir 6 oy tayyorlik xizmatini olib bordik endi. Shuning bilan dastlabki qadamda boshlagan vaqtimizda biz shu 3 aylan boshlagan bir hisobda. Men asosliq 2 o'qituvchi mening yordamchim shaklda. U 2 qarindoshimiz davomliq biz sizning yoningda qandosh bo'lsa davom qilamiz degan maqsadda shunday nima qildi. Shuning bilan biz tunji boshladik. Boshlagandan keyin bu vaqtlarda WhatsApp to'pi deb bir narsani uqmamdik yo yo'qmi ish qilib o'ylab baksam bu 10 yildami ajoyib ishlar bo'ldi. Ko'chaga chiqib qog'ozni taqitib birdan-bir Uyg'ur ko'rsak oldiga berib, mushunda bir yana ochdik, o'qamsizlar deb so'rab yuribdimiz ekan cho'mdi. Tunji nimamiz shu shaklda bo'lgandi. Hatto shu ko'chalarga chiqib men taqatgan qog'ozlarni shunday qilsam, nima deb biz shu do'nko'rikni oldida taqatgandek taqitibdimiz ekan safar ko'ydi-cho. Shuning bilan mishta gap deb har bir odamga tushuntirish bergan bo'ldik. Aslidagi bizning planimiz 2015-yili 11-oy atrofida boshlamoqchi bo'lgandik. Lekin shu vaqtlar Turkiya miqyosida bir saylam bor ekan. Bu saylam nimasi bo'lganligi uchun nima qildi ekan endi? Shuning bilan biroz kechiktirdik shu saylam munosabati bilan. 12-oyning 1-kunisi boshlaymiz deb 12-oyning 1-kunisi boshladik. Ammo birmadam o'qimadi-da bizda endi. Birmadammi tizimlatmadi. Shuning bilan biz arab tili o'gitimiz, Qur'oni Karim o'gitimiz, ingliz tili o'gitimiz, kompyuter o'gitimiz deb shu vaqtida nima qilgandik. O vaqtida Nijat muallim yo'q, ammo boshqa bir o'qituvchimiz bor edi. Shuning bilan birmadam o'qay deb samidi-da endi bir odam. Bu bek xijillik endi bir chet elda qilmaydigan bir ishni qilib solgandek bilan odamga. Bir odam nima o'qitsa deb so'ragan bo'lsa-mu, bir soat tushundagidek bo'lib ketibdi endi bunga nisbatan. Oxirgi hisobda biz shunda tashviqot qilishimiz qaramasdan kishilar o'qimay qo'ydi. Oxirida 12-oyning 14-kunisi tunji qatimliq darsimizda bir o'quvchi bilan boshladik. Chunki bir odam o'qiydiganga boshlab olmasak, omi yo'qolib ketmasin deb shu o'quvchi bir holatda boshladik. Shuning bilan shu bir o'quvchi bilan boshlangan darsimiz keyin 2 bo'ldi, 3 bo'ldi. Allohning rahmati bilan hozir 5000 dan ortiq o'quvchi tarbiyalabmiz. Hozirgacha davom qilyapti.
Maşallah. Bir o'quvchidan boshlagan maktab hozir 5000 o'quvchi bilan tarbiyalab bo'lgan degan gapda uni. Undan yana keyin to'xtalamiz va Nijat muallim sizda menimcha siz yangi oliy maktabni bitirib tutularkan Turkiyaga kelib xizmat qilib maktabda ma'rif sohasida qatnashib Luqmanjon muallim bilan birga millatni ma'rif orqali tarbiyalash bu yo'lga otlanibsiz. Sen de şu yerge çıkıp yan Türkiye yan kelganligidan o'zingiz boshqa universitetlarda o'qib davomli taraqqiy qilish majiyatlarni o'ylab chiqilib qolgan nimalarimiz bormi ya? Tabii ki men beşide bir davamlıq yuqurlab oqsam bularmı dep o'yladim. Ama Luqman muallim bilan paranglış jarayonida, fikir almashtirish jarayonida o'zimizning o'rgangan narsani unda oz emasligini, Turkiya ma'rifining unda yuqori emasligini biroz his qildik. Andan keyin bu ba'zi ishlar bir kashf qoldi. Biz tezroq harakat o'tmasak bo'lmaydi deb nima bilan o'qitishni shu davom etdik. Yani sizde nurg'un kurslarni ochdingizda bular şu Photoshop, video montaj qilib nurg'un jihatlar, nurg'un o'quvchilar siz tarbiyalab nurg'un bolalar o'rganda hozir mana nimada Ahmeddan yozyapsiz. Bildirib rahmat aytib degandek. Bu maktabni bir o'quvchidan boshlabsizlar. Maktabni qurg'ish vaqtida tunji qiyinchiliklar masalan moliya, o'qituvchi, o'quvchiyatlerdagi mana o'quvchi ahvollarini deb beramiz hamda o mezgillarda rast kelib deganda bu naq maydon binasi yo'qdi bu 2015da. O'sha buni yo'q faqat faiz paxta bir saqlab. Şimdi biz bilmemdik ki iş kılıp isimizde yok. Yo'qdi 2015da unda bir WhatsApp'lama qachondan ishlatgan isimiz yo'q. Degandek hamda o'zimizning burunqi immunitet kurslar chiqib tashlab taqdi bu degandek imkonlik. Hani bu maktabda dars olgan o'rin bo'lmasa men maktab bo'lgan ekan bola tarbiyalash uchun muqim o'rin bo'lishi kerak. Hani o'qituvchi ishlagandan keyin unga maosh olish kerak. Uning nurg'un chiqimlari va bu narsani qanday hal qilmoqlar? Dastlabda bumu bizningki o'ynashga tegishlik bir narsa bo'ldi. Shuni hisobda bu masalami bizning boshimizdan ortadigan cho'ng bir bosh og'riq edi. Bizning asli planimiz bu maktabni Zeytinburnu'da ichish. Zeytinburnu'da Uyg'urlar o'choqlarda ko'p o'ltiraqlashgan bo'lg'achqa ma'lum bir o'rinni ijaralash va yoki shu xil shaklda boshlash degandek bir plan nishonimiz bor edi. Bek inchki hisobladik. Chunki iqtisodiy oq ko'rinishimiz yetarli emas. Arzu armonlarimiz bor, irodamiz bor, ammo lekin buni bilan bir ishdan o'tmaydi. Ko'nglimiz yaxshi, ammo yaxshi ko'nglimiz bilan bu ish chiqmaydi. Shunglashqa buni qanday qilishimiz kerak degan shaklda chiqizdandik. Oxirgi hisobda bizga nisbatan bir Safago'yda o'qitishimiz uchun yaxshi bir sharoit hozirlangan bir o'rin shu o'rin bizga hozirlangan bo'ldi. Shuning bilan biz shu o'rinda davom qilish maqsadida qildik. Dastlabda bizning qiyinchiligimiz shu ustal part qiyinchiliklari deganga o'xshash shunday qilib narsalardan bo'lgan bo'ldi. O vaqtdagi shu muallimmi o'zimiz, tozliqchimi o'zimiz, xizmatchimi o'zimiz degandek muahil shaklda bo'lgandan keyin bu yerda muallimlarning maosh temasida biroz qiynalmadik. Chunki bu narsa biz o'zimizdan chiqadigan narsa bo'lib chiqqandi. Shuni bu yer masalasi biroz yaxshi bo'ldi, lekin sharoiti toza qamlashmagan bir yerda Uyg'urlarga jiroq yoki ta'tir bo'lgan bir o'rinda bo'lg'achqa o'rin masalasi hal bo'ldi, ammo nurg'un qarindoshlarimizga qiyinchilik tug'dirgan holatda hal bo'ldi endi hisobda. Nihoyatda jiq bir ta'tir yo'l minishga yoki jiroqqa berishga to'g'ri keldi endi. Shunday bir holatda bo'ldi. Undan keyin o'ylab baqsam, shu ustal partiyalar nerdan sotadigandu deb shu ko'ch yurib ekanmiz-ku, shu ustal partiyasi deb shu vaqtlarda. Ya tonish bilishimiz yo'q bo'lgandan keyin shunday bo'lganda ekan. Shunday bir tarixlarimiz o'tdi, tomlarni o'zimiz sirladik, bo'ydik, degandek tomchiligimiz to'p ketdik, chiniqishlarni degandek shunday qilib ustal partiyalarni o'rnatib. Shu xil holatlarda nima qildik, ammo qat'iy bizda biroz bo'lmadi. Chekinish bo'lmadi. Andan keyin davom qilib qildik. Ammo o'qitish masalasiga muallim masalalarini ko'pincha vaqtlarda o'zimiz hal qildik va mening ikki qarindishim bo'lgan yordamchimni
maaş meselesini bek besim kılama. Biz yanandık ba. Bu iş bek ulug' iş. Bunda işte biz her vaqt yanangdan deganlik uchun men texmo qo'rqmay mangaladim bu yo'lda. Şoň bilan ahirki hesapda dastlabki qiyinchilik masalalarini hal qildik. Andan keyin ikkinchi birisi biz qanday qilsak bular bekor qilaylik desak, bizning nimamiz kuchimiz yetmaydi. Unda bo'lgandan keyin biroz bir chiqimlarni ko'taradigan bo'lsa, bar bekitib qo'yaylik deb shuning bilan necha pul bo'ladi deb shu 200 lira o'qish pulab qo'yib, ashula qilaylik 200 lira bo'lsin deb qildik. Vaqtidagi 200 liraning qiymati xili yuqori. Hem Qancha yevro taşmasalar dollar ismli olganda 200 lira şu hesapta 70-80 dolar bo'latdi. Yevroga qanday bo'ldi bilmayman. Chiqib dollarda 70-80 dolar atrofida bo'latdi. Chiqib balkida 1 dollar 3 lira bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Shu ahvolotlar. Andan keyin davom qildik. Ingliz tilini boshlagan vaqtimizda bu bir yangilik bo'ldi endi. Uyg'urlarning orasida ingliz tili kursi ochilibdi degandek bo'ldi. İngliz tili kurslarımızda balalar yoqtirib darsligimiz keldi. Voy, yaxshi o'tadi ekan muallimlar, shunday yaxshi ko'ngil qo'yib o'rgatadi ekan. Deb birdan ikkidan do'stlarni boshlab keldi, o'quvchilar ko'paydi deganga o'xshash bo'lib, keyingi vaqtlarimizda undan keyin bizning yuragimizda bir diniy o'qitish nimamiz bor asli, tushunamdi. Tegimiz ximiy turish shu yerdan bo'lg'achqa buni bir sharoit hozirlashga tirishaylik deb arab tili sinflarini ochdik. Keyin turk tiliga bo'lgan ehtiyoj bakrak eshib ketdi. Chunki 2015-16 yilda vatandan kelganlar jiq bo'lg'achqa turkcha bilmaydiganlar jiq bo'lib ketdi. Shuning bilan turkchani ko'lamli holatga o'rgatdik. Oyatni aytganda 2015-16 yillari vatandan chiqqan safarguyda yashaydigan odamning asosida turkchasi endi bizda bo'ldi desak hargiz ortiq ketmaydi. Butunlay Uyg'urlar bizga kelib qilishimizda shunday turkchani o'rgangan bo'ldi. Turkchani o'rgangandan keyin ham jamiyatda mayli ilm setim ahvollari bo'lsin, kunlik turmush hojatlaridan chiqishda bo'lsin, yaxshi bir nim bo'lg'achqa ro'yliqib jamiyatga Uyg'urlarda turkchining o'zlashish nisbatini tez suratda oshirganligimiz uchun bu bir jamiyatga tuhfamiz bo'ldi. Ancha qarindoshlarimiz shu orqali o'zining tijoratlarini boshladi. Balalar maktab kirishdan burun o'rgandi, universitet o'quvchilari maktab kirishdan burun tayyorlik xizmatini bizda qildi. Deganga o'xshash shu xizmatlarni nuqtali holatda davom qilishga nisbatan turtkilik roli bo'ldi. Voy, rahmat, maşallah. Nurg'un bolalarniki tarbiyalab sizlarni jamiyatga chiqib o'ziniki qiymatini taraqqiy qildirish, har qaysi sohada o'zini rolini joriy qilishda çok bilan ko'rsatsa Alloh ajrini bersin. Biz o'qimaydi, Facebookda yozgan yozmalar chiqqan videolarni ko'rib ekanmiz, lekin andak nurg'un odamdan tarbiyalashganlarni jiq odamni bilmay ekanmiz, bildi xush bo'ldi. Diasporadagi Uyg'ur jamoatniki taraqqiy qilish uchun yeni bir saytdan boshlabsizlar. Taraqqiy qilib bugun katta o'qish yo'g'lik faxrlanib qilishgan. Ijodkor endi mana shu tunji qatim mana shu maktablardan dars bergan imkonlarimizni Uyg'ur vaqtlarimizda qanday his-tuyg'ular qilasiz? Dastlabda bir o'quvchidan boshlab chiqqan. Bir xil kasb tillarni bilish boshlangan vaqtda bu 10 yildan burungi yana tunji shu maktabda o'qitishlar kirgan vaqtimizda, asliga vaqtimizda o'zingiz bir o'ylaganlaringizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz rahmat. Biz shu chog'da kompyuter darsini beraylik deb planlab, bütün ma'lumotlarni maslahatishib berib kompyuter oldik. Kompyuterlarni elish jarayonidami Istanbulning haqiqatan biz Urumchiga selishtiramiz deyapti bu yana. Urumchida kompyuter, telefon desam kengirchilik ham azon ham har xilini topib bo'ldi. Bu Istanbulda hem 10 tal kompyuter tapmağım tesken o'xshash holatda xilma-xil chiqib qoladi bu kompyuterlar. Degandek necha kun berib kelib degandek kompyuterlarni oldik. Andan keyin uni ayrim bir sinf qilib kompyuterningki ishtal, andan keyin boshqa narsalarni yozib, andan keyin tunji darsimizni boshladik kompyuter dars qilib. Andan keyin eng beshida bolalar shu asos seviya Word, Excel, PowerPoint, Windows'da ishlatamiz. Degandek asos seviyadan boshladik. Andan keyin zamonning o'tishi bilan graf tasarruf,
Photoshop, Illustrator, InDesign degandek bu 3 programmani moslashtirib ishlatish orqali shu grafikar bolalarni tarbiyalagan bo'ldik. Undan keyin video tarafga o'tdik. Premiere, undan keyin Camtasia degandek shu video edit darslarini bergan bo'ldik. Undan keyin sal oldiga yana mengib After Effects darsimizni qo'shib, motion graphic deb qo'yamiz, shu darslarni bergan bo'ldik. Undan keyin bolalarga qarasak, yeni bormi degildi, shuning bilan 3D darslarimizni boshlagan bo'ldik. Blender, Cinema 4D degandek. Undan keyin kompyuterlar bo'lanmoqda. Chunki o kompyuterdagi o 3D narsalarniki kompyuter bo'lgan nisbat yuqorichu, Sistem olgan telipi. telep yuqori. Biz bolalarga qancha yuqori narsani o'rgatamiz desak, kompyuterni shunga loyiq bo'lish kerak. Andan keyin shu Unreal Engine kelganda to'xtadik endi. Chunki mening kompyuterim bo'lgan bilan, o'rganadigan bolalarning kompyuteri bo'lmagandan keyin shu ashyaga olib to'xtadik. Andan keyin ya'ni kompyuter nima qila oladigan kompyuter zo'rlanmaydigan narsalardan qilaylik deb web tasarruf darsimizni qo'shdik. Tor bet yasash darsimizni. Andan keyin tor tijorat darsimizni qo'shdik. Endi bu shaklda davom qilib, ya'ni to'xtamay 5'da 1 sohadan, ya'ni asos saviyani boshlagan bo'lsak, hozir kompyuterda taxminan 8 tur bo'yicha tarbiyalashib beryapmiz. Rahmat, endi bu shu darsning bir maktab bo'lgandan keyin chuqur bu maktabniki bir dars materiallari bo'ladi hamda. Masalan, men shu Gollandiyaga kelib, shu Yevropa sharqi ma'rifat jamiyati qurilgan vaqtda 3 yil men shu maktabda Uyg'ur tili, tarixi, urf odat, madaniyat darslarini o'tgan 3 yil bolalarda 3 yil jiqrab o'tdim. Shu mezgilda hech qanday materialga ilpak kitoblar yo'q desa, o'tanda tuzilganda, bu 2010 yilda 2013-14-15 davomiyatgacha. Bu maqsadda vatanning nurg'un to'rbatlar bor, shu to'rbatlardan shu ilpaga, Uyg'ur tarixi, madaniyat, urf odat materiallarni to'plab, o'zim urf odat bilan siyosat bolalar so'zlab tushuntiradi. Yani sizler bu mektepteki o'qituvchilarga hamda hamda tamamen topilmaydi, bular sizning anglamisizki har xil umri bo'lgan yangi texnika yasagan. Bu shart o'zingizga qanday qiyinchiliklar bor. O'sha dars materiallarniki, bolalar dars materiali kunda o'qiydi, siznikida men o'qiyman, haftada qattiq bo'lganda 2 soat 3 soat, 2 soat 3 soat chiqib narsa bir hafta vaqtimda tayyorlab qo'yaman. Sizlar kunda bolalarga yangi dars o'tmasang bo'lmaydi. Bu qiyinchilikni qanday yengdinglar, shu o'qish materiallarini qanday hal qildinglar? Bu shaxsga bir nijot ma'lum sistemlar alayapti. Endi bu o'qitish materiali to'g'risida biz muvaqqatan qiynaldik, chunki bevosita vatanda tuzilgan materialni bu yerda dars qilib o'taylik desak, uningda xitoycha ideya, shu mavzuni, shu Xitoy kompartiyasini maqtaydigan Qizil Pochaq kitob bo'lgandan keyin uni biz ishlatmadik ham. Shuning bilan Luqmon ma'lum o'zi kitoblarni yezib chiqqan bo'ldi. Men uningki dizaynlarini, tasarrumlarini qilgan bo'ldim. Shuning bilan bir taldan, ikki taldan tuzib adabiyot, undan keyin ingliz tili, undan boshqa matematika, hozir sanasam unutib qolmay chiqib yozgan kitob 14 parchaga yaqin materiallarni tuzib hozirgacha shu Ashqariyaga yetkazib degandek kelyapmiz. Ammo yana davomli ehtiyojimiz bo'lyapti, chunki arab tilining tuzgan bir kitobimiz bordi, Anaval Arabiya deb. Shu kitobning birinchi qismini chiqardi. Ammo u kitob 5 qism, 6 qism atrofida chiqish kerak endi. Shunda bo'lgandan keyin buni davomli yana tayyorlashimiz kerak bo'lyapti. Undan boshqa ingliz tili tuzgan bir kitobimiz bor. Ihbar English deb. Bu kitobning 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi qismlari chiqish kerak. Bularga bir tarafdan tutish qilyapmiz. Undan boshqa yana kompyuter kitoblaridan bir necha parcha chiqish kerak. Bularga bir tarafdan planlayapmiz. Degandek endi hozirgacha 14 parcha tayyorlayapmiz, ammo yana nurg'ulg'an 14 parchalik kitob bizga lozim endi. Endi Luqman Jamol endi sizni Jironiki 10 yillik musofasiga nazar tashlab vaqtingizda maktabningki asos qurilmasi va o'qitish muhitida qanday cho'ng o'zgarishlar yuz berdi. Dastlabki bir narsa bir
Bu soru gelip kaldı da tunji qatim 10 yana bir başlamoqchi bo'lgan maktabimizda 14 adam yo'q dedingizda, endi shunga qadar tashkil qilsam adam yo'q. Tunji bir o'quvchi 14 sinfga kelib, shuni boshladik emas. Tunji qatimliq darsni nima deb, qaysidan boshlaganinglar? Osh vaqtida hissiyotingizni, shu vaqtdagi nimangizni va nazar tashlagan vaqtingizda hozirga qadar qanday cho'ng o'zgarishlar bo'ldi? Men 10 yilning oldidagi bir e'lon qog'ozimiz bor ekan, ko'rdim. Şunun qarasam, hozir ko'rsatay desam nima yo'q menda. Shuni bilan bu e'lon qog'ozimizda nima deb bor ekan chiqadi. Hozir ko'ryapman, lekin shu e'lon qog'ozimizda shundoq nima bor ekan bir ko'rsatib boqay. Bir qana. Hisobda Aytalım köşesiniz bo'ladi ekran. tamam. Endi buni ko'rib men hayron qoldim-da endi. Ma bizning 10 yilning oldidagi e'lon tashviqotimiz ekan chiqadi. Ma'qul shaklda. Chiroyli qilib ravsga aylangan. 10 yil oldinmi xeyli bir qamlashib qolgan deb o'yladim endi. Bu jihatdagi narsaga kelgan chog'da 10 yilning oldidagi shu e'lonimizni qarab baqsam, kompyuter, ingliz tili, arab tili, turk tili dars o'timiz deb e'lon berib ekanmiz, cho'mi ostidaginimizda. Shu qog'ozni bosmasak bo'lmaydigandek ekanmiz endi. Hisobda shu vaqtidami xeyli bir hozirgi nimadan bek cho'ng bir farq etmaydi ekan to'q. O'ylab baqsam, xeyli shu chog'dami bugunni o'ylay olib ekanmiz. Allohga shukr endi. Anandaki tunji qatimliq dars qanday bo'lgan deganda mushlar e'lonning hammini berib qo'ydik. Endi bu yerda ma'ni o'qitma deb gap yo'q endi. O'qiyman deb kelganlar bo'lsa-da, qaysini o'qiyman deb boshlamoqchi-da endi. Shuni bir bola kelibdi, shu inglizcha o'qisam bo'ladi. Tamam dedik, shuni bilan Hiraning tunji soatlik darsi ABC bilan boshlanib ketgan bo'ldi. Ya'ni aslida biz elifba bilan boshlaydik. Yana normalda biz endi o'quvchimiz bilan nima qildik? Shundan bu o'quvchimiz sinfda bir 10-15 tal parti bor, 20 kishilik atrofda sinfda. Kirib bilan hayron qoldi, voy bu boshqa bolalar kelmabdi dedi, eli kelib qoladi dedimi? Boshqa bola yo'q-da, kelgilam dedi. Shuni bilan darsni boshlab qilgan bo'ldik. Shuni bilan bo'lib pat-pat yana qaraydi, bu bola biroz kirmaydi. Men endi darsni o'tayverdim. Shuni bilan ma'lum shunday yaxshi o'tdi ekansiz, voy men yoqtirib qoldim darsingizni. Lekin bola yo'q-ku javob deydi, shu an dedim. U bola mening nima maqsadda kelib qoladiganimni uqmaydi-da endi. Shuni bilan desam u bola yolg'iz keldi. Lekin uygunuz qarasam bir do'stini boshlab ketdi. U do'stimga desam men o'qay degan dedi. Endi dedim ma'qul dedik. Shuni bilan 3-kunisi, 4-kunisi yana birisini boshlab keldi degandek shu shaklda bo'ldi. Hira qurilganligining 8 yilligida biz shu tunji qatim sinfga kelgan 3 bolaga hadiya berdik. U bolalar Yevropada boshqa yerda. U bolalarga hayron qolibdi-da endi bizniki tuyuqsiz bu yilqa. Evetke hediyemizden 8 yıl o'tgandan keyin tunji o'quvchilarimizdan 3 o'quvchiga biz Hiraning hadiyasi deb ozgina bir sovg'a evetgan bo'ldik. Tunji qatimliq darsimizning boshlanishi shu xil shaklda bo'lgan bo'ldi. Hozirgacha bo'lganlikda qiyinchilik o'xshash, to'lanadigan bedel o'xshash, bo'linadigan besim o'xshash. Ammo har xil chiroylar, har xil ko'zlar Ama qalbi o'xshash so'qqan shu inson. Boshqa cho'ng o'zgarish yo'q. Rahmat, bu deyimiz ta'sirlandim. Men o'zim o'qishga, men o'qishga viloyatda maktabda 3 yil o'qishga, ximiya o'qishga. Men o'sha munbarda 3 yil darslab boqqan bir dars o'tishga men o'zim bir yirisman. Men bir millatda ma'rif oqartish tarafdorlari o'zim bir yaxshi ko'raman ma'rifimizni. Sizning bu ma'rifchilik demangizni men izlashga diqqat qilaman-da. Facebook'da chiqqan narsangizni ko'raman degandek. Yani bir narsa belki bana sizin sorunuz tunji dersini ingliz tilini abisini başlattı kendisi. Özümüz dersi ingliz tilini başlattı tunji balaga.
Siz o'tyapsiz darsni. Bu siz ingliz tilini o'rgangan. Yani bizning shu diniy sanaki odamlar emas, fanniy sana odam qasam nurg'un odamlar ingliz tilida jiqda ham bilmaydi qollar. Saviyasi, ingliz saviyasi har xil odamlarni ko'ramiz. Yani siz bu diniy sanada o'qib ingliz tilini ne deganingiz, endi qanday dars o'rganib o'sha saviyaga keldingiz? Bunu bir qiziqib qoldim-da bu narsaga. Hisobda buningki normalda ham deylik biz fanniy jihatdan o'qigan taraflarga nisbatan bek kirib ketmaslik sababidan nima qildim hozirgi holatda biz normalda mayli diniy sohasida o'qiyotgan bo'lsak ham maktabda o'qiyotganda to'liq bo'lsin oliy maktabda nimalar bo'lsin har qaysi jihatlarda bir ta'tillarda kursda o'qiydigan bir ishlar bor qo'y yozgi ta'tilda ingliz tili o'rganish shunga o'xshash shaklda davomlashgan bo'ldi keyin u maktabning o'zining darslarida bo'ldi ham man o'zim bek qiziqardim inglizchaga inglizcha so'zlagan odamlarni ko'rsam boshqacha tuyg'u bo'ladi bunday deganda o'zim qiziqardim bu sohada shuning bilan ingliz tilini man muayyan darajada o'rgangan bo'ldim saviyam nima qildi anandagi 2009 yili 5-iyul qirg'inchiligi nihoyatda dahshatli bo'ldi bizlar hamda vatandagi nima bo'lishimizdan u yerdagi ahvollarni hammani bilamiz mening savodoshlarim bo'lsin mening yaqinlarim bo'lsin qo'shni qo'llarimning mening do'stlarim bo'lsin shu qarindoshlarimni shundoq televizorda o'lim hukm chiqarganda ko'rgan vaqtidagi bu azoblarimni man yana bir har qitimda shu hozirmi yuragim jiq qilyotdi bu xil manzardan ya'ni o'lim hukm chiqarilgan shu yosh bolalarning ba'zilari mening savodoshlarim mening do'stlarim ulfatdoshlarim edi haqiqatan u bolalar shu muajirat jamiyatida bo'lgan bo'lsa-mu vatan millat davosi uchun yaxshi tuhfalarni qo'sha oladigan avangard bolalar endi alloh yotqa yerini jannat qilsin bu 2009 yildan keyin mayli ziyoli bo'lsin mayli diniy olimlar bo'lsin portlash xarakterlik birlashish hosil bo'lishga qarab mangdi vatandagi 2009dan keyin ziyolisi bilan mollasi rasmiy bir yerga kelgan bir manzarani biz shohid bo'ldik nisbatan 2009dan 2014 bo'lganlikdagi shu 5 yil uyg'urlarning misli ko'rilmagan darajada birlashish davri deb qarashga bo'ladi deb o'ylayman bu jarayonda bizning bu chet elga ketmasak zodi bu yerda yana bugun kimga navbat kelgan bo'lsa yana birisiga navbat keladigan bir vaqt holatida turyotidi bu yerda bir o'limdan qo'rqqanlik sababidan va yoki boshqa jihatdan emas bir ish qilolmay behuda bo'lib ketib hayotimizning shunday bo'lib ketmaslik uchun qilgan ekan man buningda chet elga chiqish uchun rasmiy holatda 2010 yillari buningda nimaga tayyorlik qildim ingliz tili daraja imtihon berish uchun tayyorlik qilgan bo'ldim vaziyat haqiqatan kundan kunga nima qilyotdi shunda chet elga chiqadiganimiz bo'lg'achqa ingliz tili asosimiz u vaqtda putilgan bo'ldik man shu vaqtda Ali Qurbon muallimda nima qildim ham deylik hisobda shu daraja imtihoniga tayyorlik qilish sinfida o'qigan bo'ldim imtihonga tayyorlik qildim shu vaqtlarda Ali Qurbon bilan Mo'minjon Abdukim akamizniki birlashib ochgan bir maktab bo'lardi dal shu vaqtdan o'zida shu maktabda andan keyin fikrim sen mushtaq islam bir tarafdan o'rgangach bir tarafdan bizga hamdam bo'lsang deb Mo'minjon akamiz shunday dedi nimamo Ali Qurbon muallimmi shunday deb bizni tunji avlod bolalarni o'qituvchi qilib tarbiyalash nimasi bo'yicha tarbiyalanishga qarab mangdik shuning bilan bizning imtihonlarimizni bir tarafdan bergan bo'ldik ammo yana bir tarafdan rasmiy holatda shu nima qilgan chog'da Sabah tarbiyalash markazi degan hozir bormi yo'q bilmaymiz balkim yo'q bo'lishi mumkin shu maktabning tunji darslarini biz o'tgan o'qituvchilarning orasida tarbiyalangan o'qituvchilarning orasida bo'ldi hisobda 5-6 oy atrofida man yardım qildim ammo men haqiqatan ko'p bir narsalarni o'rgandim haqiqatan o'qitish metodi o'zgacha bo'lgan bizning chet el tili o'qituvchilarimiz chet ellik o'qituvchilarimizmi bizni yaxshi bir sistemli tarbiyalashga qarab manda o'ylab boqsam xeyli jiq narsalarni o'rganib ketganmiz shu jarayonlarda andan keyin chet elga chiqqan bo'ldik hisobda mening burun ozdir ko'pdir shu sohada bir tarbiyalangan va xizmat qilganlik tariximning oq ko'rinishi
Keyingi vaqtlarda shu maktablarni ochgan vaqtida ikkalamiz qarab qolmay davomlashishga va o'quvchilik hayotimizda ba'zi bir tajribalarni egallashimizga o'zlashishga asos sapti ekan deb o'ylayman. Rahmat, o'zingizning tirishchanligi bilan mana vatanni boshlab ekansiz. Bu ma'rif sohasida odam tarbiyasini chet el izchil davomlashtirib kelyapsiz. Bugun biz bu programmani 3 qism qilgan bo'lganligi uchun bugungi suhbatni esa shundoq oqib turaylik. Bugun yana ikkinchi qismida yana tafsil yana nurg'un savollar bor. Yani Iranning taraqqiyotlarida echilgan kasblar haqida yana davomli to'xtalaylik. Boshqa Nijat muallim, Xo'sh. sizniki bir oxirgi nimangizni olay. Sizlarimiz kompyuter har qaysi nimalarda dars o'tish jarayonlarida qanchalik o'quvchi tarbiyalansiz? İlanlarınızı cık vermez hem de cümle nakış bulamadım vaktim demek başka. Bugün başı bugün kimden yazılır malısını gelgenliği rahmet neydi. Qanchalik odamlarni tarbiyalab chiqqanmiz shulardan jamiyat chiqib o'ziniki qimidan topganlardan bunisini qayerdan olgan vaqtida sizda qanday bir his tuyg'ular bo'ladi? Endi men o'zimnikini taxminan qilib hisobladim, ammo shu ma'lum o'quv ma'lum degandek shu 5000 dan ortiq jami o'quvchimiz bor. Men uni shu bir 1500 atrofimiki deyman endi. Kompyuterda tarbiyalangan odamning soni taxminan. Ammo aniq sanab boqmadim. Endi bizga kelib kompyuter o'qigan o'quvchilarninki ko'pinchisi yoshlar. Bo'lganlikdan bularninki endi mush hozirgi davrda bu kompyuterdan iborat bu narsani bilmasa savodsiz bo'lganligini ular his qildi. Bizmo ta'kidlagan bo'ldik. Shuning bilan bizda kompyuter o'qigandan keyin ishxonalar, masalan bizning Uyg'ur qarindoshlarimizning ishxonalari yoki bo'lmasa turklarninki degandek ishxona ishlari, undan boshqa grafik tasarruf, yana boshqa har xil sohalarda xizmat topganlarni angladik. Endi anglagan zamonlar buni to'g'ri chiqarib, ma o'quvchimiz ishlabdi deyishni ham bak aldirashlikda unutib qoldikmi yo to'g'ri topmadikmi? Shuning bilan o'qitib bolalar bir ish topolmagandek to'yg'u bo'lib qolgan bo'lishi mumkin xalqimizga, ammo buningda tirishqanlar, ya'ni bizningki darsimizga to'liq qatnashib, bergan topshiriqlarni joyida ishlab, kelgusiga umidvorlik bilan qaragan har qanday o'quvchi ish topdi deb o'ylayman. Mayli o'ziningki qilayotgan igligida bo'lsin, mayli bir yerga kirib ishlash bo'lsin, illaki bir ishlarda uning foydasini ko'rdi deb o'ylaymiz. Foydasini ko'rganligini o'zimi ish topgan bilan o'xshash. Biz buningdan xush ko'ramiz. Ba'zida o'quvchilarimiz gap qildi, ma'lum falan yerga ishga kirgandim, xizmat boshladim deydi, xush bo'lamiz. Uni o zamonlar chiqib to'g'ri yozmagan ekan, sirtlik qarindoshlar bilmaydi bu ishni. Shunaqa shaklda. Ma biroz nima qilib, men Nijat muallimning so'ziga biroz qo'shimcha qilib qo'yay bu narsani. Nijat muallim yaxshi ta'kidlab o'tdi. Bir 2-5 minut vaqt uzartib turaylik buning nisbatan. Hisobda biz statistikалап ma'lummiz har yili. Shunaqa vaqtida bayon degandek 5000 dan ortiq o'quvchimiz nima qildi ekan? Bultur 12-oyning 14-kuni hisoblasak 4600 necha o'quvchi chiqqan shu vaqtdagi bizdagi tarbiyalagan o'quvchilarimiz. Hozirgi eng yaqin statistikada shu 5000 dan eshibdi, 5300, 5400 atrofida taxminan shu shaklda. Hozirgacha davom qilayotgan o'quvchilarimiz normal davom qilyotdi darslarimizni. Endi bu kompyuter sohasida bo'lsin yoki boshqa til jihatlarda bo'lsin, bu yerda oldi bilan birlikda tushunadigan bir narsa bor endi. Mohiyatini aytgan chog'da Nijat muallim shu muajirat hayotidagi nurg'un kompyuter ustozlari bo'lishi mumkin. Ularning qilgan xizmatlari ko'p deb bilamiz. Lekin Nijat muallimning kompyuter sohasidagi qilgan xizmatlarini muayyanlashtirishga bo'ladi. Aytdi rahmatimni bildiraman. Kecha-yu kunduz qon terini singdirgan bir ustozimiz. Bu yerdagi muhim bo'lgan masala nima deganda kompyuterda xizmat topish uchun, kompyuter xizmat tepish uchun biz nima bo'lishimiz kerak? Ma'nosi bek muhimchu. Bir millatning universal saviyasi nuqtasidan aytgan chog'da kompyuterdan iborat bu soha Uyg'ur millatiga qanchalik o'zlashdi? Masalan, universal saviyamiz qanchalik? Bu bir.
Nimishqa bunda deysa degan chog'da bizda 2016-yilda ana shu to'xtamay turishchigunima, obirgunuman deb keladi-da endi. Bir A2 o'qitib baksak nima bo'lganda deb o'ylab ketatdik-da endi. Obirlar, nasılsın, iyi misin? Shuningdan boshqa ish qilmayli o'tdik-da bir mezgil endi. Bu jamiyatda biroz to'yingandan keyin bu saviyaga. Uningdiki tabiiydan A2 bormi deb so'rabmi kelganda, ha deb mumkin ekan. Jamiyat umumyuzlik bir to'yinish hosil qilganda, uningdan keyin uchinchisi bormi deb so'rab keldi ekanda bu yerda. Bebiri bormi deb masalan. 5 bormi deb munda so'raydi ekan. Shunday qilib biz oxirgi hisoblarda 2019-yillari koronavirusni oldiki yillarda turkcha o'qiganlar hammasi yuqori saviyali turkcha dars bo'lsa shuni o'qiyli deb kelgan bo'ldi. Demakki, jamiyatning bunda qilibda to'yinish hodisasini biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Endi masalan kompyuterda Nijat muallim hisobda bir to'giga 1 kilo narsani atib qo'ygandek, ba'zida Nijat muallimning saviyasiga nisbatan pek tuvan darsini o'tidi uchun deymiz. Nijat muallimning mayli qattiq detal olsun, yumshoq detal sohasida olsun, haqiqatan qo'l qo'ygudek bir kompyuter ustozimiz. Endi lekin bizga kompyuterga kelgan bolaning hammasi shu mouseni qanday tutimizdan boshlab keldi uchun, knopka taqsi, ekran manda açsa, manda taqaysa demasa, televizorni ichib taqagandek taqayda kompyuter deganda mana. Şunun bilan aşağıdan başlasak bu balaga oxiri mayani bas, mani bassan manda bo'ladidan boshlab eng oddiysi bir emailni qanday olasandan boshlab o'rgatishga to'g'ri keldi bu narsani. Bu sohadagi bolalarimizni biz tunji sohada nima degan chog'da biz yuqori saviyadagi 3D texnikaslik bir narsalarni o'rgatamiz deb o'tlasak, uni o'qiydigan odam bo'lmasa, nima foydasi biz yana shu tuvan saviyadagi darsni o'tishga to'g'ri keladi. Şunun bilan biz kompyuterning jamiyatdagi eng tuvan qatlamidagi ma'vusuzlikni qandodik desak bo'ladi endi. Şunun bilan jamiyatda asta-asta yuqorilagan holatdagi kompyuter saviyasi bo'lganki, endi texmi yuqorisini o'qiydik degan holatdagi bo'ldi. Mohiyatni aytgan chog'da bizning bu 10 yilning 5 yili kompyuterning nimaligini o'rgatish bilan o'tib ketdi desakmi bo'ladi endi xalqimiz. Bizning o'zimizning o'rgatkisi var emas, xalqning bizdan talab qilganini o'rgatishimiz kerak biz bu yerda cho'mda. Bo'lgandan keyin keyingi shu koronavirusdan keyingi vaqtlarda 2021-22dan boshlab shu koronavirusninki uyda hammamiz o'tirish jarayonida shu kompyuter o'rganishga bo'lgan nimasi bek oshdi. Kishilarning uyda o'tirgan keyin elektronlik narsalar, tor darsi degandek huquqlar shakllanishga qarab mandi. Ondan keyin kompyuter 2023-24-yillardan boshlab andan keyin rasmiy o'qigan o'quvchilarimiz andan keyin xizmat tepishga kirishdi. Andan keyin o'zi ishlashga boshladi. Kompyuterda ma'lum darajada muayyan bir narsalarni qildi. Jamiyatda nurg'un o'quvchilarimiz xizmat tepib o'zining xizmatlarini davom qilyapti. Hattoki shuni deyishga bo'ladiki, bugun kompyuterda bir ishni qilayotgan bolaning mutlaq 7 Nijat muallim bo'lib tushadi. Bu mushunday bir ahvol. Şunu bir ta'kidlab qo'ygim keldi, rahmat. Rahmat, bu 2 yillik hikoyasini Eronni qurib yungilik taraqqiy qilib bir o'quvchidan boshlangan Eronning 5 mingdan chiq o'quvchi tarbiyalash 10 yilda xuddi hisobdan 5 ming o'quvchi tarbiyalash jamiyatga yana 5 ming yaramliq bir inson tarbiyalab kelib chiqish bu mayli dinimiz nuqtasidan bo'lsin, inson nuqtasidan bo'lsin, har qanday o'ylasak savobli, ajrli. Yani o'zini millat uchun bir beg'ishlashlik ulug'vor bir ruhni sizlarning bu amaliy xizmatinglardan ko'rdik. Facebookdan ko'ryapmiz. Bu sizning hikoyanglar yana hikoyaga davomli yana keyin qismda chunqurlab kirib yana nurg'un temalar ustida paranglashamiz. Vaqt munosabati bilan bugungi suhbatni mishaga oxirlashtiraylik. Sizlar millatga haliqi bizda bir gap bor. Biliq ish emas, biliq tushib yetib qo'ydik. Jamiyatda qanday o'zini taraqqiy qildirish, qanday qilib bizning iqtisodiyotimiz asosini tiklash, hujjatga bosgan qadamlarning tunji mevalari mevirib tashlaqqa nurg'un bolalar xizmatga ko'rilishi bu niyat bir xo'sh bo'ldigan, suyuldigan bir xizmat. Ham ekran oldida ko'rgan qarindoshlarimiz programma qo'ygan chiqqan ko'rib keladi. Qilayotgan xizmatinglarni bilgan tunidik. Sizlarga ko'p rahmat. Chiqqanlarga do'stlikqa shundaqlar keyingi planlaringlardan qutlug' bo'lishiga tilaklashman. Kelar qismda ko'rishaylik. Yangi suhbatimiz bo'lsin. Allohga emanet. Allohga emanet. Allah